haqiqiy Amerika monstri va bu avtomobilda siz yo'llarda ham maza qilib eng katta tezlikda harakatlanishingiz mumkin. Endi men aynan O'zbekiston yo'llarini nazarda tutmayapman, Amerika yo'llarini nazarda tutayotgan bo'lishim ham mumkin. Assalomu alaykum barchaga. Sotuvda bugun Mustang GT avtomobili. Ushbu avtomobilimiz 5 litrlik dvigatel bilan jihozlangan. Ot kuchi esa 466 tani tashkil qiladi va bu avtomobil hozirgi kunda sotuvda. Hozir sizga video davomida avtomobilni ko'rsatib, oxirida esa narxini ham aytib o'taman. Mustang GT avtomobili, rangiga ahamiyat bering, juda ham chiroyli avtomobil, 5 litrlik motor bilan jihozlangan. Ot kuchi esa 466 ta va bu avtomobilimiz eng kuchli Mustanglardan hisoblanadi. 2019-yilda ishlab chiqarilgan avtomobil. Ko'rinishiga ham ahamiyat bering. Ayniqsa mana bu ot juda ham avtomobilga yarashib turibdi. Shuning uchun ham Mustang deyiladi avtomobilimiz. Yon tomondan ham sizga bitta ko'rsatib o'taman avtomobilni. Qarang, qanchalik past avtomobil, ya'ni sport avtomobillariga xos bo'lgan aerodinamikani berish uchun juda ham chiroyli kuzov shakliga keltirilgan avtomobil. Bu yerda ko'rishimiz mumkin Michelin shinalari 255 ga 40 R19 dyumda. Tormoz supportlarini ham kattaligiga ahamiyat berasiz. Juda ham kattakon tormoz supportlari qo'yilgan va mana bu yerda ham avtomobilimizning dvigatel hajmini ko'rsatib ketishgan. Spoilerlariga ham ahamiyat bering. Bu ham aerodinamikada juda ham katta ahamiyatga ega va orqa tomondan avtomobilimizning ko'rinishi. Vyxlop difuzorlari, ya'ni guli shitllari avtomobilimizda 4 dona. Buni ovozi ham shunaqangi zo'r, kelib bemalol avtosalonda ko'rib, ushbu avtomobilni xarid qilib ketishingiz ham mumkin bo'ladi. GT yozuvlarini ko'rib turibsiz. Yukxonasi adashmasam mana shu yerdan ochilardi. Ko'ryapsizmi yukxonani? Yukxona juda ham kichkina. Men ham juda katta bo'lsa kerak deb o'ylagandim birinchi marta. Yo'q, unaqa emas ekan. Yukxonasini qopqog'i kichkina, lekin ichki qismi kattagina. Bu yerda subwooferlari ham bor. Yukxonani hajmiga keladigan bo'lsak, shu 250 litrlarga yaqin sig'imga ega bo'lgan yukxona. Kichkinagina bejirim ochilib yopilinadigan yukxona bu avtomobilimizda va eshikka ahamiyat berasiz. Yukxonadan ham katta eshik avtomobilimizda. Ko'ryapsizmi eshikning kattaligini? Bu tomondan ham ko'rsataman. 1,5 metrdan menimcha kattaroq eshik. Ramkasiz eshik oynalari. Oynalarimiz 2 qavatli qilingan, tonirovkalar to'liqligicha urilgan va ichki qism ozgina xira ko'rinadi, chunki tashqari yoriq, ichki qism to'liqligicha qop-qora bo'lganligi uchun ozgina xira ko'rinishi mumkin. Tom qismini ham ko'rsatib o'taman. Boshqacha bu yerda material ishlatilgan, boshqacha metalldan ishlov berilgan aynan tom qismiga, mana bu qismlariga nisbatan. Bu kupe emas, anaqa nima deydi, kabriolet emas. Shuni ham hisobga olasiz, kabriolet ham bo'ladi. Bu yerda haqiqiy sport avtomobillariga xos bo'lgan o'rindiqlar qo'yilgan va orqada ham joy bor. Kimgadir emotsiyani ulashmoqchi bo'lsangiz, mana shu yerda qisilib ketishga rozi bo'lsa, maza qilib emotsiyalardan siz bilan birga bahramand bo'lishi mumkin bo'ladi. Endi esa avtomobilni o't oldiramiz. Ovozi ham juda ham zo'r. Ko'rishimiz mumkin mana. 15644 milya masofa bosib o'tgan va buni yurish rejimlariga ahamiyat berasiz. Normal, Sport Plus. Bu Trek. Ko'ryapsizmi taxometrning o'zgarishini? Juda ham ajoyib tarzda o'zgaradi taxometr. Va bu yerda avtomobilimizning o'rindiqlarini isitish sovutish funksiyasi, to'liqligicha klimat kontrolini, ya'ni multimediani boshqarish ham shu yerda o'rnatib ketilgan va mana bu yerda ham Mustang yozuvlari bor. Ozgina xira ko'rinadi. Shunisiga ahamiyat bermaysiz. Mana bu esa avtomobilimizni pultlari tashqariga chiqib ko'rsataman hozir sizga va bu yerda qo'l tormozlarini ko'ryapsiz. Mexanik tarzda tortiladigan qo'l tormozlari, PND shakldagi uzatmalar qutisi avtomobilimizda. Mana bu kalit hisoblanadi. Mustang haqiqiy zo'r sport emotsiyasini beradigan sport avtomobili bo'lgan Mustang GT 5 litrlik dvigatelga ega bo'lgan avtomobilimiz. Buni endi dvigatelni ham ko'rsatib o'taman sizga. Hozir. Ochish ozgina qiyin bo'ladi menimcha. Chunki kapotini ham ko'rib turibsiz, old qismi uzun. Va nihoyat ochib oldik va bu yerda pnevma tirgovchilar yo'q. O'zimizni odatiy bo'lgan mana bunaqangi temir tirgovchilarni tirgab qo'yamiz avtomobilga va buni dvigatelini ko'rishingiz mumkin. 5 litrlik dvigatel, 466 ta ot kuchi. Tilim ham ozgina aylanmay qoldi. Juda ham katta dvigatel avtomobilga o'rnatilgan. 10 pog'onali uzatmalar qutisi. Aynan mana shu kattagina bo'lgan monster dvigatelimiz bilan birgalikda 10 pog'onali uzatmalar qutisi ushbu avtomobilimizda ishlaydi. Maksimal tezligi bu avtomobilimizni deyarli 280 km ga yaqin 0 dan 100 gacha adashmasam 4.2 yoki 4.5 soniyada qo'zg'aladi shu avtomobilimiz. 2019-yilda ishlab chiqarilgan
deyarli 25 ming yoki 45 ming edi. Milliyada hisoblaganda 45 mingga yaqin bo'lgan masofani bosib o'tgan avtomobilimiz narxi 65 ming AQSh dollari deb baholangan. Pastdagi raqamlarga aloqaga chiqib, ushbu avtomobilni egasiga aylanishingiz mumkin bo'ladi. Ford Mustang GT 5 litrlik dvigatel bilan jihozlangan avtomobil. Video yoqqan bo'lsa like bosishni, yaqinlaringizga ham ushbu avtomobilni ulashib qo'yishni esdan chiqarmang. Keyingi videolarda ko'rishguncha xayr, salomat bo'ling.